Bu ko'rib turganingiz sumalak ham emas, xolvetar ham emas. Ayni mehmondorlik uchun asqotadigan, sizni uyaltirib qo'ymaydigan bir list bo'lib chiqadigan barakali shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Shirinligimiz uchun 1 litr kefir bo'lsa kifoya. Chayni suvdagi ozgina limon suvidan qo'shib aralashtirib, kefirga solib aralashtirib, chetga olib qo'yamiz. Tuxumga shakar solib, oppoq holatga kelguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Yetarlicha o'simlik yog'i, ko'pirib toshgan kefirimizdan solib, un, kakao va razrixitelni oz-ozdan elab solamiz. Shunaqa quyuqlikdagi massa hosil qilib olib, massamizni teng 3 qismga bo'lib olamiz. Pergament qog'oz solingan listimizga solib 200 gradusda 10 daqiqadan pishirib olamiz. Korjlarimiz yumshoqqina bo'lib, baland-baland bo'lib pishib chiqishadi. Korjlar soviguncha ustiga qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Bolalikdagi tabiiydan pyurimilka qaymoqlaridan solib, ustiga sug'ushonkamizdan qo'shamiz va yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Kremimiz tayyor. Endi korjlarimizdan chetlarini kesib chiqamiz. Ustini pyurimilka sutlari bilan propitka qilib olamiz. Ketma-ketlikda korjlarimiz orasiga krem surtib chiqamiz. Chetki qismlarini blenderda maydalab olib, ustiga sepamiz. Bir lis yumshoqqina bo'lib chiqadigan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Shirinligimizning nomini bilganlar kommentariyada yozib qoldiring.